Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan aziz muxlislar, yurtdoshlar, Edem Gold jamoasini doimiy kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana bir bora ekran orqali ko'rishib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Assalomu alaykum Edem Gold muxlislari, azizlarim, qadrdonlarim, endi bizlar uchun qadrli bo'lib qoldi birimiz uchun. Azizlarim, sog'misiz, omonmisiz? Sizlarni ko'rib turgandan bag'oyatda xursandman. Sog' bo'ling. O'zingiz yaxshimisiz? Alhamdulillah, rahmat, yaxshiman. Bahoriy kayfiyatlaringiz yaxshimi? Azur, alhamdulillah. O'zi odatda bilsangiz, bahor oyida odamlar qandaydir sustlashadi. Bahor ta'sir qildi deydi-ku. Qandaydir o'zgarishlar bo'ladi odam organizmida ham, keyin o'sha ish jarayonida ham, mehnat unumdorligi ham qandaydir pasayish bo'ladi. Pasayish bo'ladi. Shu nima uzildi deydilar-ku, bir bahorda bir momolarimiz aytar edi-ku, shunaqa bir ham tiklanadi, yer tiklangandan keyin masalan giyohlar odam ham baribir ham shunaqa bo'ladi. Lanch bo'ladi, tiklanish, endi o'sish, tiklanish bo'ladi, baribir ham shunaqa bo'ladi. Lekin sizda bu narsani ko'rmayapmiz-ku. Sizda faqatgina rivojlanish, yaxshi tomonga yana ko'z tegmasin. Demoqchi bo'lganim, asosan oldingi o'sha suhbatlarimizda aytgandik, Edem Gold brilliantlar olami, brilliantlar do'konidir edik, lekin hozir bugun kelib qarasak, bir emas, 2-3 ta vitrinada tillalar ham bor. Tilla qo'yishimizdan maqsad unaqa bizlar faqat brilliant sotamiz, faqat brilliant derdik. Bizlar bir yaqin nimalarimiz bor, mijozlarimiz bor. O'zlarimizni shaxsiy desa ham bo'ladi, shunaqa yaqin bo'lib qolganmiz. Bizlar mijozlarimiz bilan qanaqa shunaqa mijozlarimiz bor, qadrdon mijozlarimiz bor, opa-singil, bir oiladek shu daraja yaqin bo'lib qolganmiz, oilaviy borishadi. Shu daraja ishonchli nimalar. Shular ko'pisi talab qiladi, boshqa joyda olgimiz kelmaydi. Tilla ham qiling. Faqat endi hamma brilliant nima qilmaydi, masalan, to'yga, kelinga, qarindosh urug'lariga tilla sovg'a qilishlari istaydilar. Endi hamma ham o'zi taqishi mumkin, yaqinlari, lekin dugonalari, o'rtoqlariga, boshqalari buni brilliantlari sal nima qimmatroq bo'ladi, tilla qilgisi keladi. Tillarni begonadan olgisi kelmay, shunaqa talab va takliflariga binoan yaqin o'zlarimiz mijozlarimiz uchun tilla ham qo'yibmiz. Ular sovg'aga oladilar ko'pinchalik. Demak, endi bemalol Edem Gold do'koniga o'sha tilla taqinchoqlar uchun ham kelish mumkin. Mumkin bo'ladi, xudo xolasa. O'sha har qanday tillalar ham olsa bo'ladi, arzon narxda. Arzon narxda. Undan tashqari yana o'sha brilliant komplektlar oladigan bo'lsa, tilla taqinchoqlar sovg'a qilamiz. Brilliant olganlarga tilla taqinchoqlar ham sovg'a qilamiz. Juda yaxshi, juda yaxshi. Endi Salomat opa, men o'zimga shaxsan qiziq bo'ldi-da, mana 20 yildan oshiq davomida mana shu sohadasiz. Aynan yana o'sha tilla taqinchoqlar sohasiz. Endi bu o'sha qimmatbaho narsa hisoblanadi. Odamlar o'sha o'g'rilar pul o'g'irlaydi, erkaklar ayollarning qalbini o'g'irlaydi, lekin ko'pincha tilla taqinchoqlar ham o'g'rilar nazarga tushadigan narsa-da. Biron marta o'g'irlatib qo'yganmisiz? Ha, o'g'irlatganman. 2-3 marta o'g'irlatganman. Qanaqa holatda? Xorazmda o'g'irlatmaganman, yo'qotganman, ko'pincha tushirib, shunaqa qilib yuraverdim. Endi zarur banda olgandir demandan qo'yaman. Keyin zarur bo'lmasa oladimi deymiz. Keyin birinchisida Chorsu Gold Centerga kelganda 70 yashar onaxon. Ayni ro'za vaqti edi. Shunaqa bo'ldi, ro'za vaqtimda uni kutmaysan, chunki o'sha bizlar 50 yoshlar o'tgandan keyin oxiratimizni o'ylab boshlaymiz. Go'rimizni og'zi ochilib turibdi, qachon o'lishimizni bilmaymiz. O'sha savol-javobga tayyorgarlik boshlandi endi, to'g'risida. U temboli 70 yoshar onaxon Ramazon oyida uni o'ylamaysan axir. Shunaqa qilib oldiga qo'ydik. Taqti qo'ydi, shu bilan ketgandan keyin endi baribir ham har narsani bizlar bu yoyilib turgani bilan har bir narsani, har bir ziragi, har bir ujiga
hammasini sonini bilamiz. Uyquda yotgan bo'lsak ham turtib uyg'otsa, necha shtuk komplekt bor, necha shtuk bilaguzuk bor, hammasini bilamiz. Sraz ketgandan keyin bee'tibor emasdi hech kim. Yod bo'lib ketgan ko'zimizga. Bitta uzuk yo'q. Keyin sraz kamera bor, hamma joyda kameraga qarasak taqib ketgan. Endi men uni xijolat qilgim kelmaydi. To'g'risi, yosh emas, masalan katta yoshli xijolat qilmay deb, balkim endi rasmda, o'sha kamerada bo'lgan ekan, sraz topdilar. Uchastkovoylar sog' bo'lsin, sraz topdilar. Bir mahal men aytib turibman, bilmay taqib ketgan, shunaqa bo'lishi mumkin. Masalan, esingdan chiqib ketishi mumkin. Shunaqa bo'lgandir desa, yo'q dedi. Men uni xijolat qilmaslik uchun shunaqa desam, balkim onaxon taqib esingdan chiqib ketgandir desa, yo'q, sen o'zing berib yubording dedi. Bu yolg'on gaplab turibdi. Sen o'zing sotishga berib yubording dedi. Men sotishga berib yuborgan bo'lsam, men yozib chizaman qo'lqa. Pulini bilmaysiz, boshqa bo'lmaysiz. Shunaqa bo'ldi, ish qilib berdi, oxirida o'zi isbot qilib, yozuvlari ko'rsatgandan keyin o'zi uyalib nima qildi-da. Demak, qandaydir ma'noda ham o'g'irlik qilib, yolg'on gapirib, tuhmat ham qilganda siz. Tuhmat ham qildi. Men bo'lmasa, men davoyi janjalim yo'q, bo'ldi, olib kelib bering. Esingizdan chiqib ketgan bo'lishi mumkin, chunki kelin, quda andalar-da axir shu. Shu esidan chiqdi deb nima bo'lmasin, xijolat bo'lmasin deb tursam, men uni o'ylab tursam, u nabarot shunaqa qildi-da. O'sha shunaqalar ham bo'ladi, topiladi-da hayotda. O'ylamagan odamlar. Har xil odam bor-da. Endi baribir aynan savdoda yurganingizdan keyin shuncha yillardan beri har xil odamlarni ko'raverib. Bittasi topilmadi, ikkita uzukimizni olib ketdi, u Qirg'izistonmi, Qozog'istonmi qochib ketdi. Endi so'ng ko'rmadik, topmadik uni. Bittasi lekin Namanganli, u sotuvchi ekan. Tilla sohasida qanchadan yana yurgan ekan, onasi ham sotuvchi ekan. U mendan oldinlar 2-3 marta olib ketib foyda ko'rgan ekan, sotgan ekan. Endi sotuvchi bo'lgandan keyin uni ham oldiga qo'ydim. Uni oldiga qo'ydim, yana bitta mijoz keldi. Shu mijoz bilan bo'lib turgan vaqtda bitta qulonni olib ketibdi-da. Endi u ham topildi, uni ham sraz topdilar. Kechirim so'rab olib kelib berdilar, shunaqa bo'ldi. Kechirim so'radi, endi kechirdingiz. Kechirdim, davo janjalim yo'q dedim, arizamni qaytib oldim, shunaqa bo'ldi. Lekin misol uchun agar siz yomon tomonga oladigan bo'lsangiz, unga bir qattiqroq jazo ham tayinlasa bo'ladi o'zi aslida. Unaqa insonlarga, to'g'rimi? Unaqa insonlarni o'zi Alloh o'zi jazolab qo'yibdi. Chunki qalbini to'g'ri yo'lga qilmay turibdi axir u. Tushundingizmi? U qalbini Alloh to'g'rilamay qo'yibdi. Shunaqa o'g'irlik qilish, qalbini nima qilgan, uni Allohning o'zi jazolab qo'yibdi uni. Chunki siz o'g'irlab bilmaysiz-ku. Masalan, men ham bir narsasini ola olmayman-ku. Uni olib, birovni haqqidan qo'rqmaydigan darajada qilib qo'ygani o'zi Allohning jazosi uni. O'sha fikrda bo'lganini o'zi demak Allohning jazosi shu. Shunday. Demak, siz kechirdingiz ularni. Kechirdim. O'zi umuman inson kechirimli bo'lishi kerakmi? Kechirimli bo'lishi kerak. Kechirimli bo'lishi kerak. Alloh kechiruvchi, lekin kechirilmaydigan, kechirilsa ham unutilmaydigan shunaqa yurakni tiladigan narsalar bo'ladi. Yurakda dog' qoldiruvchi bir unutilmaydigan narsalar bo'ladi. Misol uchun nimani kechirish qiyin deb o'ylaysiz? Yoki kimni? Kimni emas? Masalan, xiyonatni kechirib bo'lmaydi. Unda xiyonat qanaqa? O'zing shu darajada qalbingni ishongan, sevgan odamlaring xiyonat qilsa, kutmagan odamlaring xiyonat qilsa kechira olmaysan, unuta olmaysan. Kechirishga majbur bo'ladiganlar bor. Eng qiynaladigan qalbni shu darajada qiynaydigan, yurakni shu darajada og'ritadigan narsalar bor. Kechirish, begonani kechirsa bo'ladi, begonani unutsa bo'ladi, lekin yaqinlarini buni kechirishga majbur, yuragingni majburlaysan-da, inson qalbini majburlaysan.
qalbing majburlash o'ta qiyin. Tushundingmi? Kechirish shart deb majburlashga harakat qilasiz, lekin qalbda dog' qoladi. Unutmaysan. Unuta olmaysiz. Unutish qiyin. Ha. Tushunarli. Mana ko'rib turganingizdek, aziz kuzatuvchilarimiz, bizni mavzularimizni chegarasi yo'q. Har xil sohalarda, mavzularda bemalol gaplashamiz va hammasi mana aylanib kelib Edem Gold do'koniga taqiladi. Edem Gold do'konida nafaqat brilliant tilla taqinchoqlar olasiz, balki mana Salomat opam boshchiligida namuna ham olsa bo'ladigan ajoyib maskan. Salomat opa, o'tgan safargi o'sha suhbatimizda bitta gap aytdingiz, pochcha va nihoyat o'zingizdan olib, o'zingizga sovg'a qilibdi. Bilaguzuk dedingiz, adashmasam. O'tgan safar yo'q, taqmabman degandingiz, bu safar taqib keldingizmi? Ha, bugun maqtanish uchun taqib keldim mana. Ana. Ya'ni Lalita kuyi. Shunaqa. Ilohim barcha opa-singillarimiz, onaxonlarimizga shunday maqtanib yurishlik nasib qilsin brilliantlarni. Endi o'z-o'zidan ko'rib turibsizlar, bugungi mavzuyimiz ham aynan bilaguzuklarga atalgan. Mana bilaguzuklarni taxlab qo'yibmiz. Salomat opa, bu menimcha 10 dan biri ham emas do'kondagi bilaguzuklar. 10 dan biri ham emas, to'g'ri. Shunchaki stolimiz kichkinalik qilyapti xolos. Yanagisida kattaroq stol olamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Bu qanaqa bilaguzuklar bor endi? Bularina hozir meni taqqan, olgan bilaguzugimni singlisimi, qizimi shunaqa. Shunaqa ekan. Kichkina, shu tennisga hozir eng modada bo'lib turibdi. Bu yoshlarimiz ham, katta yoshlar ham hammasi taqsa bo'ladi. Повседневно hamma kundalikka ham taqsa bo'ladi, chiroyli. Modadan qolmaydigan narsalar bu. Xohlasa kelin olsangiz, kelinga taqib berakasizda. Xohlasa inshaalloh. Bular hozir van klip deydilar. Shu narsa. Endi original emas, nimasi? Birga ishlangani. Bular ham chiroyli. Bular hammasi brilliant. Brilliant, hammasi 750 proba. Buni o'rta yoshlar taqadi, yoshlar ko'pincha taqmaydi. Nimasi 750 proba 585 usti. Yoshlarga ko'proq mana shunaqangi bir nozik, bir dit bilan ishlangan. Bularina baget, hamma joyi baget ina buni. Chiroyli. Juda chiroyli. Juda chiroyli. Skromniy deydi-ku. Skromniy deydilar-ku, shu gap. Kimlargadir shunaqa skromniylar yoqadi. Skromniy yoqadi buni. Chiroyli. Masalan, siz ham keliningizga sovg'a qilsangiz, zo'r turadi. Albatta, xudo xolasa sovg'a qilamiz. Yo siz tillachi, brilliantchi bo'lasiz yoki men shapaloq hajviy jurnalida aktrisa bo'lib ketasiz. Xudo xolasa. Yo unisi, yo bunisi. Qaysi biri bo'lsa ham foyda bersa bo'ldi. Ha, любой biznes хорошо deydi. Halol bo'lsa bo'ldi. Albatta. Qarang, demak, o'sha bilaguzlikni o'sha sevuvchi ayollarimizga, opa-singil onaxonlarimizga har qanday variantdagi bilaguzuklar, brilliant bilaguzuklar bor. Undan tashqari tilla bilaguzuklar ham bor. Hammasi bor. Bemalol Edem Gold do'koniga tashrif buyurib, xohlaganinglarni tanlab, chiroyli narxda olib ketishinglar mumkin. Agar pulingiz bo'lmasa ham kelib ko'rib, bahra olib ketsangiz ham bo'ladi. Bemalol xizmatingizdamiz. Bir piyola choy ichib, qahva ichib, maza qilib suhbatlashib ketsangizlar ham bo'ladi. 4 ta suhbat. Bu yerda nafaqat aytganimdek brilliant yoki tilla, balki samimiyat ham topasiz. Xudo xolasa inshaalloh. Aytgancha, bizning manzilimiz hali o'zgargani yo'q. O'sha Toshkent shahri Chorsu bozori Gold Center 2-qavat 29-do'kon. Kelsanglar, hammanglarga yetarli brilliantlar ham, tillalar ham bisyor. More.